Assalomu alaykum. Uydagilaringizda yo oila a'zolaringizda mehmondorchilikda keladigan bo'lsa, qanaqa hashamat bilan kutib olish, kerak emas. Mana oddiy 4 ta g'ish bilan, mana oddiy bitta ko'mir, bo'ldi. Yo'qsa shashligimizni pishiryapmiz. Sizdagi mana shuni uyda pishiradigan vaziyatda qiymalaringiz shu ravishda mana oqishni boshlaydi. Mana shu ravishda oqib o'sha tushib ketadi. Buning asosiy sababini men sizlarga aytib o'taman. Birinchidan piyoz ko'p solganlaringizdan kelib chiqadi. Ikkinchidan go'shtni har xil joydan keraksiz, masalan, shirasi yo'q joydan tayyorlangan go'sht, ya'ni birikmaydi. Mana shuni oqib ketadi, yorilib ketadi, quruq bo'lib chiqadi. Mana bizga o'zi mana siqqasi ozgina nima bo'lmadi, endi qisilmadi mana bu yer. Lekin tushib qolmaydi. Mana shu turishib oxirigacha pishadi. Mana bu yoqni ko'rsating dalshi. Mana 4 ta g'ish, ko'mir bo'ldi. Xudo xolasa cho'tki pishadi. Mana bu yoqda dumbalarimiz mazza. Bu yoq sochni bo'lib, usti mana shundan 2 barobar qizarib, dinkillagan holda pishadi. Hammaga xayrli bo'lsin. Kunlaringiz bizni kuzatib boringizlar. Hammaga xayr.